Assalomu alaykum hoji aka. Tozasi bo'lsa, zo'ri bo'lsa, germaskisi bo'lsa, olaman demidingiz? Mana hoji aka, aytganingizdek tozasi, germanskisini olib kelib qo'ydim mana. Bu o'zimiznikiga o'xshagan jey emas hoji aka. Bu toza germanskis. Siz so'radingiz, mana biz olib kelib qo'ydik. Har xil ranglari bor. Hoji aka, lavanda deysizmi, seri deysizmi, uzumrud deysizmi? 5 xil rangda olib kelib qo'yganmiz hoji aka. Bitta ko'ring. Bular hammasi siz uchun. Rangini qarang, to'lanishini. Bularni faqat boqasiz hoji aka. Bularni bundoq olganingizdan keyin so'ya olmaysiz. 7 kilo, 8 kilo, xudo xolasa yaxshi boqsangiz 10 kilogacha ves beradigan bu germanskiy tozasi hoji aka. Olib boqoradigan joy, ma'minisini qarang, ma'minisini. Ko'ryapsizmi hoji aka? Ko'ryapsizmi? Mana shu bu siz uchun olib kelib qo'yganmiz hoji aka. Endi boshni ortmang. O'sha naskini orasiga tiqqalarni olib chiqing. Men sizga manzilni beray. Lichkamga yozing. Ha, nima dedingiz hoji aka? Maza qilib boqadigan joyda bularni ko'ring. Bular faqat boqib maza qilasiz hoji aka. Bularning chiroyliligini qarang, 5 xil rangi bor. Xohlaganingizni kelib tanlab olib ketasiz hoji aka. Boshni ortmang. Like bosish, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Qalay hoji aka, yoqdimi sizga? Kelib olib ketadigan joy hoji aka. Boqsoradigan joy. Boshni ortmasdan keling. Ana qilib yotganlarni tomosha qilib, oldiga borib, telefonladimda olib, nima dedingiz hoji aka? Boqsoradigan joy. Bismillah deb kelsangiz, xudo xolis qilib beramiz. Chiroyli narxlarda hoji aka.